Mana svetofor qizil chiroq turibdi mana mayda. Bu svetoforda qizil chiroq to'xta. Men mana piyodalar yo'lchasini tartibga solyapman degani. Kelib menga. Ro'parada turibdi, qizil ekan, to'xtab turing. Ash ko'k yonsa o'taman, meni yo'lim deysizlar. Yugurib o'ta olsiz gala-gala bo'lib, bu yerda kelgan mashina boshqarolmay kelib ursa nima bo'ladi? Hammamiz sho'burda aybdor qilamiz. Shuning uchun hammanglar kelib, birinchi o'rinda ro'paringizda svetoforga qarang. Agar ash qizil yonib turgan bo'lsa, meni umuman mashina yo'q bo'lsa ham o'tmaymiz. U sizning yo'lingiz emas. Agar svetofor sizga qizil bo'lsa, mashina yo'q bo'lsa, qo'qqis o'tsangiz, qo'yadigan mashina meni yo'lim deb keladi. Ursa, yo'l transport hodisasi kelib chiqadi. Tushundinglarmi? Mashina yo'l ochasida. Ko'rib turganingizdek, hurmatli fuqarolar, sizlarni piyodalar tartibga soluvchi piyodalar yo'lachasidan doim hushyor bo'lib o'tishinglarni hamda yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni so'rab qolaman. Yo'l harakati qoidasiga amal qiling, umringiz uzun, yo'lingiz bexatar bo'ladi. Doim sog' bo'linglar.